Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdan yashayman. Men navbatda ota-onamningki erkinligi, ozodlik uchun Shvetsiyaning poytaxti parlament oldida yolg'iz kishi namoyish qilyapman. Men meningki dadam Hamid Abdurahmon va opam Saodat Povdon 2017-yil 1-27 kuni E'li oblastlik bexatarlik tarmoqni tarafdan ochib ketilib, qonunsiz kesib etildi. Qonunsiz bo'zda 2 kishi tarbiyalashtirildi, undan keyin kesib etildi. Ondan keyin 5 yillik kesib keyin yana bu yetishmadi deb qo'liga xat yoki hech qanday hujjat tutilmagan asosda 18 yil kesib etildi. Shuningga men Xitoy hukumatidan shuni deymanki, meniki ota-onam gunohsiz, mening ota-onamniki hech qanday gunohi yo'q. Shuningga Xitoy hukumatiningki ota-onamni qo'yib etishni va ozodlikka chiqarishni men talab qilaman. Shundaqla barliq qarindoshlarningki ota-onasiga ega chiqishini va ota-onasininki ozodligi, hurlik uchun kurash qilishni umid qilaman. Bugun meningki deydigan boshqa o'sha gaplarim yo'q. Asli meningki ko'plagan gaplarim borki, bugun men Afg'onistonlik qarindoshlar bu yerda davlatda bo'layotgan ishlar to'g'ri namoyish qildiki, shuningga bular menga shu yarim soatlik vaqt berdi. Shu yarim soatning ichida men shuarlarimni to'lab, noroziligimni bildirib qilmoqchi. Shuningga men barliq qarindoshlarga shuni deymanki, qarindoshlar ham vaqt o'tib ketyapti. Ota-onanglarga tezdan ega chiqinglar. Boshqa ish qilib berolmasanglarmi, ota-onanglarningki erkinligi, ozodligi uchun kurash qilinglar. Chunki ular begunoh Xitoyningki turmusida dafsanda holatda o'tib ketib bordi. Unda bo'lsa men qarindoshlarga yana bir qaytam shuni nim qilmanki, murojaat qilmanki, qarindoshlar qor yomg'ir kunni issiq demay mana mishada ota-onamiz uchun ega chiqyapmiz. Shuningga men barliq qarindoshlarninkimi ota-onasiga ega chiqishni umid qilaman. Andan keyin bir ikki qiz gapim. Men burun meni Do'lqin Aysami biladi, Roshan Abbosmi biladi. Roshan Abbos qurgan biz undidar toplarda burun yaxshi to'q va yadadat to'q bir toplarda biz yaxshi o'tgan 2014-2015 ana til degan topida. Bularga men hay hada va aka deb hurmat qiladim. Bular meni obdan biladi. Ammo meningki ota-onamning ishga kelgan chog'da o'sha qurultaydagi bir odam shunda meni qo'yib, Zubayradan materiallarni aklab, meni shundaq josuslik qilmoqchi bo'ldi. Ham meningki Trumpningki vaqtida Mike Pompeo'ningki toza Uyg'urlarni ish yapayotganda men toza chiqqan vaqtimda meningki shu xabarlar anondan keyin SVT va Shvetsiyaning televiziya stansiyasi chiqqandan boshlablar bular besharika odam men qilib bermay deb to'xtatib yaxshi bo'layotgan ishni qildi. Pul mayliti, lekin yo media tarafdan yordam bermadi yoki boshqa usuldan yordam berishimi quruq gapga men asli ishini topdim. Mana shunday qildi. Shuning uchun men bularni ayıpladım. Bularningki ba'zi bir yolg'on da'volarni asta-asta suning ustiga laylab chiqqandan keyin achchig'imni, g'azab nafratimni, isyonimni bularga bildirdim. Bu yerda hech kimni bir qilgan yoki boshqa hech qanday ish yo'q. Bu yerda faqat davoni to'g'ri qil, xoinlik qilma, vatan sotma, mustaqillik talab qil. Shu degan gap, boshqa gap yo'q. Indigenous people'larni yo'q qilib, o bu degan o'xshash. Bo'lmasa men o'zimniki ishimni qilay. Shunchalik asli ba'zi bir gaplarni qilmoqchidim. Chunki quzatning ishga kelgan chog'da men degan uningga beshida meni quzatmoqda selishtimni sanmoqchi bo'lganlar bo'lgandi, lekin men o'tib ketdim desam, bu Facebookda menga yozma yozib, kimga yo'q u chiqadi deb oldin qaytama bir sakta narsam bor deb bir yil bizni ko'ldirlatdi u bu deb mening nervim tekkandan keyin men buningki tegishli yeriga tagdim. Bu narsalarni va o'kinki jidallarni quzat o'zi chiqarib qo'yib, keyindan kuchi yetishamagancha cho'ngapisini chiqarib qo'yib, ayta qilib bulardan o'tdi bu savallik. Men hech qachonda biz tarafdan bo'lgan narsa deb qaramayman bu narsani. Chunki biz da'voga xoinlik qilmadik, biz odam sotmadik, biz munofiqlik qilmadik, biz da'voni monopol qilmadik, biz Suriyaga odam solmadik, biz Uyg'ur qonunini bostirmadik, biz indigenist qilmadik. Balki mushlarniki mushundaq ishlar tufaylidan bizniki atalarimiz, bizning xalqimiz qirg'inchilik uchirdi. Bo'lmasa men o'zimniki shuarlarini to'lab ishimni qilay. Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Fascist China! Terrorist China! Xi Jinping terrorist!
Nazi China. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Fascist China. Terrorist China. Dictator China. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Stand up Scandinavia. Stand up Scandinavia. China, release my parents. China, release my parents. Xi Jinping, terrorist. Virus, China. Fascist, China. Dictator, China. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. We will have independence. We will have independence. China, get out of East Turkestan. China, get out of East Turkestan. Sverige, agera på Uiguren. Sverige, agera på Uiguren. China, release my parents. Kina, stop fuck murdery. Kina, stop fuck murdery. Kina, stop fuck murdery. Stand up against China genocide. Stand up against China genocide. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up Sweden. Stand up Scandinavia. Fascist China. Terrorist China. Dictator China. CCP terrorist. Xi Jinping terrorist. Virus China. Terrorist China. Xi Jinping dictator. Xi Jinping fascist. Nazi China. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. Chenchenko terrorist. Xi Jinping terrorist. Fascist Xi Jinping. We will have independence. We will have independence. China, get out of East Turkestan. China, get out of East Turkestan. Sverige, agera på Uiguren. Sverige, agera på Uiguren. We will have independence. We will have independence. We will have independence. China, release my parents. China, release my parents. China, release my parents. China, release my parents. China stops genocide. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. Xi Jinping terrorist. Chenchenko terrorist. Fascist Xi Jinping. Virus China. Virus China. Stand up Sweden. Virus China. Stand up Sweden. Fascist China. Terrorist China. Dictator China. Terrorist Xi Jinping. Fascist Xi Jinping. Nazi China. Virus China. Dictator China. Stand up Sweden. Stand up Scandinavia. Stand up Sweden. Stand up Scandinavia. Stand up Sweden. Stand up Scandinavia. Virus China. CCP terrorist. China stops genocide. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. We will have independence. We will have independence. We will have independence. China, get out of East Turkestan. China, get out of East Turkestan. China, get out of East Turkestan. Sverige, agera på Uiguren. We will have independence. We will have independence. Fascist China. China, dictator. China, get out of East Turkestan. China, release my parents. China, release my parents. China stops Uyghur genocide. China stops genocide. China stops genocide. Fascist China. Terrorist China. Chenchenko terrorist. Virus China. Virus China. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Fascist China. Terrorist China. Dictator China. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Fascist China. Terrorist China. Dictator China. China, release my parents. Fascist CCP. Terrorist CCP. Chenchenko terrorist. Xi Jinping terrorist. Virus China. Fascist China. Stand up Sweden. Stops Uyghur genocide. Stops Uyghur genocide. China stops genocide. China stops genocide. Sverige, agera på Uiguren. Sverige, agera på Uiguren. We will have independence. We will have independence.
China, get out of East Turkestan. China, stop fuck murdery. China, stop fuck murdery. China, stop fuck murdery. Stand up, Scandinavia. Stand up, Scandinavia. Stand up, Sweden. Stand up, Sweden. Fascist China. Virus China. Terrorist China. Xi Jinping, terrorist. Fascist Xi Jinping. Dictator Xi Jinping. Fascist Xi Jinping, terrorist Chinchenko, terrorist Chinchenko, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, virus China, CCP terrorist, CCP terrorist, CCP fascist, Xi Jinping fascist, Nazi China, Nazi China, stand up Sweden, stand up Sweden, we will have independence, we will have independence, we will have independence. China, get out of East Turkestan. China, get out of East Turkestan. China, get out of East Turkestan. Fascist China, terrorist China, Sweden, dictator China, terrorist China, China, release my parents. China, release my parents. Virus China, stand up Sweden. Virus China, stand up Sweden. Kina, stop fuck murdery. Kina, stop fuck murdery. Sverige agerar på uigurer. Sverige agerar på uigurer. Sverige agerar på uigurer. Kina, stop fuck murdery. Kina, stop fuck murdery. Kina, stop fuck murdery. China, stop the genocide. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. We will have independence. We will have independence. China, get out of East Turkestan. China, get out of East Turkestan. Fascist China, dictator China, terrorist China, Xi Jinping, terrorist, Xi Jinping, murderer, Xi Jinping, criminal, terrorist, Xi Jinping, fascist Xi Jinping. Stand up Sweden, stand up Sweden. Sverige agerar på uigurer. Sverige agerar på uigurer. Sverige agerar på uigurer. Fascist China, terrorist China. China, release my parents. China, release my parents. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Fascist China, terrorist China. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. Fascist China, terrorist China, dictator China, virus China, Xi Jinping murderer, Xi Jinping terrorist, Xi Jinping criminal, Xi Jinping terrorist, Xi Jinping fascist. Nazi China, stand up Sweden, stand up Sweden. We will have independence. We will have independence. We will have independence. China, get out of East Turkestan. China, get out of East Turkestan. China, release my parents. Sverige agerar på uigurer. Sverige agerar på uigurer. Sverige agerar på uigurer. Fascist China, terrorist China. China, release my parents. Virus China. Xi Jinping terrorist. Chinchenko murderer. China, stop fuck murderer. China, stop fuck murderer. China virus. China virus. Virus China. Xi Jinping terrorist. Xi Jinping terrorist. Dictator Xi Jinping. Fascist Xi Jinping. Qarindoshlar, davsa sizlarmi ota-onalarga vaqtida ega chiqinglar. Xayinning kayinda mangmanglar. To'g'ri yo'lni tanlanglar. Hargiz shunda xalqimiz zulm chekayotgan, qon jig'layotgan yerlarda hargiz xayinlarningki kayniga kirib, bularningki depini chammanglar. Qisasinglar qalisizlar. Ota-ona qisa balaga deb o'zinglarning bolalariga keyin bo'ladi. Shu chaqda sizlar hijra yoshlarini to'kkan vaqtlaringlarda, hey biz nikoh xato qildik deysizlar, o chaqda ulgurolmaysizlar qarindoshlar. Baş cho'ng ish qilib beramizsanglarmi, xayinning daftarini chamanglar. Men dedim, oldin men bularningki hech qaysida hech qanday meningki yomonchiligim yoki narsam yo'q.
Lekin men dedim, mening isbotlarim bor. Meni qo'ydi, ol dedi. Mustaq Amerikadagilar bu Zubayradan diqqat qilinglar. Ashta shaxsiy fikrlaringlarni ashta Zubayradagilar o'g'laydi. Ash demokratik Xitoylarning ichiga kirib, Shveysariyaga, Misharga Xitoylarningki ashadagi tashkilotdan olgan qog'ozlarni chiqarib berganni ashu o'g'lab Mishaga avatib qilmoqchi. Men vaqtida buni sezib qilib, yenidan u odamning ketib qoldim. Shuningga bu narsalarga ulgurmay qilib qoldi, ammo men bu qog'ozni qayerdan kimdan kelsiz degan chog'da Amerikadagi Zubayradan deb men aniq degan ovozmi hamma nimalari bilan turibdi. Qandaq shaklda bularningki xalqning intervyularini, hikoyalarini o'g'laydigan, hatto Xitoylarningkini ham qandaq shaklda o'g'laydigan, qandaq shaklda masalanga shu bizning vatanning bo'lsa, shu vatanning saqchilar qandaq shaklda yetkazadigan shu uchurlarni menda hamma to'liq isbotlar bor qarindoshlar. Bulardan bak ehtiyot qilmasanglar bo'lmaydi. Yag'an hech qanday kishi yag'an. Har qanday kishi yag'an bularniki. Bular hech qachon millat vatan uchun deb qilmadi. Men bugunmi mana Roshan Abboslar Germaniyaga keldi, Amerika konsul faoliyat yuritdi. Hech qachon Uyg'ur xalqi demay yashadi. Adam uchun u bu uchun deb. Bu bir talla Roshan Abbosning hadisning da'vosi emas. Bu mening tug'liq Hamidning ota-onasining da'vosi emas. Mening ota-onamning da'vosini men shaxsiy o'zim qilyapman. Tashkilot nomidan yoki qandaq bir cho'ng tashkilot bo'lsin, biz 30-40 million Uyg'urning manfaatini Uyg'urning manfaatini va shu vatandagi ezilayotgan boshqa o'zbek, qirg'iz, qozoq qarindoshlarning manfaatini ko'zda tutgan holda bizning vatanimizniki, zaminimizning butunligi holatda, mustaqilligimiz holatda da'vo qilamiz. Bundaq pachprat da'volarni bolalari, farzandlari, tuqqanlari o'zi chiqib qilish kerak. Ammo tashkilotlar hech qachonda birsiniki ochisi, birsiniki ommachisi uchun chiqib da'vo qilmasligi kerak. Qandag'an men ish kuchga menda jin tursam, bo'shab qoldim, qurultaydan peshvoyab ketdim yoki aningda mana men hech qanday yerda bo'shamayman, hech qanday yerda yonmayman. Men dedim-ku, undan keyin Abdukim Idris deydigan gapim. Seningmi yaxshi ko'nglingga rahmat, jazolab berma debsa, men o'kin videoda xato qilib meni jazolab ketdim. Sen o'zingning ishni qilaver, sen bu mening qo'limdagi isbotlarga bu narsaga kirmasangmi bo'ladi. Men u odamni hech qachon oshkorlamayman, ham ismini demayman, ham u narsani chiqarmayman, ham uning bilan Shvetsiyada sotda yoki qanday vaqtda men nima qilish kerakligini o'zim bilaman. Mening opam dadam turmaning ichida miyat yoki o'liga chiqadigan holatda Xitoy konsulini men qanday qilib bitirganimni yoki Xitoyning mashariga cho'shqangan kuchuklarni qanday qilib bitirganimni o'zim bilaman u chaqda. Shu chaqda bu mening ishim xalqaralashib ketadi. Xalqaralik bo'lib ketadi. Men hech qachonda Xitoy konsuldan yoki Xi Jinpingdan yoki Jongnan Xaydikilardan qo'rqmayman. Men ota-onam deb chiqdim. Meniki ota-onam begunoh kesilib ketdi. 5 yil begunoh yotdi. Mening ota-onamni Xitoy hukumatı qo'yib yetish kerak, ham qo'yib yetadi. Qo'ymasa, misha turib aramini buzma. Ammo kunlarning birida ashlarniki ashadan o'ligi yoki boshqa bir holat chiqib qolgan bo'lsa, men Xitoy hukumatiningki mashariga konsuli bilan qanday ko'rishganimni, Jovlijanninki qanday javob qaytarganini men shu chaqda ko'rsatib qo'yman. Hamma narsani topgan bo'ldi Yevropa davlatlaridan. Ko'ziga emas, vaqoq tutma konsuli deganni. Mashadikilarning balasidan tortib xotin-xotinlarningki chashdan tutgan pet ochib kameraning uyning oldida namoyish qilib, xotini ishlaydigan yer bola rasvosini chiqib o'tma. To'yg'iz o'tma o chaqda. Aningdiki qag'ayishlar bo'ldi. Shuningga men iliq aningdan, maningdan qo'rqab yoki hozir kallamni aning chechib, maning chechib emas. Meningki da'voyim, meningki oldiga chiqqanim ota-onam deb chiqdim, ammo qurultayliklarni tilidim bu rost. Erkin Alip Tekin degan muavoylik sakrat yotgan Anqaradagi chiqqan narsangni dadangdan qolgan narsa buning olsa nervasi tegma. Cho'ng deb bas. Cho'ng bo'lsang o'zingga bayroqni qadis kirdi ko'zingga. Shu mashunda gap. Qolgan gaplarni men shunchalik day, lekin qurultay tomonidan yoki Quzat tomonidan yoki Rabiya Qodir tomonidan o'qib qolganim yo'q yoki bo'shab qolganim yo'q. Men ota-onam deb chiqdim, ammo hisiyotimni hamma narsani anglatdim. Deb bo'lsa chiqsa mana o'sha kelsin qanday bo'lsa. Mishadiki bo'lsa bo'lgancha mishadiki akimizdan anglabdi-ku do'qinaysa hammani. Bo'ldi, tugidi. Rabiya Qodir va boshqalar orqali nimishki meni tillaydi, nimishki meni qiladi, mayya so'lavatmisam uning apostadisini u bu debdi. Sen Quzatni saqlab birinchi qitim meni nervam tegding. Ikkinchi qitim sen bu Xitoy bilan sodlashgan mumkin deb, men begunoh kesilib ketgan opam dadamga sen menga qarchab qilding. Sening o'zingninki kayningda bir mo'ch to'qinib o'tirib, sen men bilan yechishding. Shuningga indigenous people'ni men qilyaptdim, Uyg'ur qonunini men bosiryaptdim. O'zingninki siyosatni to'g'ri o'ynamaganligingdan, o'zingninki Amerikaning ichidagi Xitoyparast partiyalarning kayini yurib, fo'shicholar orqali NDLlarni pulga aprib, bu gaplar desam hamma bilib ketdi. Kashki da'vasim lavza qolib qoldi, lekin xalqqa askar tutirish kerak. Ana lekin
Norvegiyadagi Muattar degan qizoniki 5567 degani mana erkin shu Javlejan degan shu tashqi ishlardagi ishiltishga boshladi. Endi uni bu g'arb davlatlar bilan qanday yerda ishiltidi, yana o yipiq holatdagi siyosatni biz ko'rmadik. Ochiq holatda kirjuydigan taxtaga o'xshatdi shuni. Bir qancha sanoqli odamlarningki deb. Mana texi Xitoyninki erkiy qirg'inchilik to'g'risidagi chiqargan kitobiga o'zining kitobida ayonatsa ayada anda qildi. Shuningga Abdurshid seninki sening oilang, sening qizing milliy munofiq. Sen tarixdagi rad batlarga yozilsa. Sen meni tillagandan sen bilan men hozircha mayada manda deyishdim. Qolgan gapni men uydagilarim chiqqanki Norvegiyaga berib, ko'gligim ko'zdan ko'rsatma. Uyingdan so'rab chiqib sen bilan gaplashamasam, Xudoyning ismida tilimni kesib yetaman men senga deb qo'y. Men Norvegiyaga berib seni izlab qolamisan. Sening ashinim qizingda. Chaqchi chaqiramsan, yani mening chaqasang chaqa. Seniki tillagan, men qochapqa hamma ovozlaring bor men saqlab qo'yaman. Sen meninkini de, men seninkini de BDT'den qizingni o'y Turkiyaga vat fikr to'plagan, O'rta Osiyodan xotiningni qilgan hamma narsani so'rab chiqayli. Erkinlikka sanmi bor? Tushundingmi? Seningmi qizingninki London sotida nima xatolik qilgan, kompyuterga nima sistemaga nima deb yozib kirgizayotganini men aldirmayman. Qurultaydagilar yig'illarni ichib olsin. Uni lekin qilaman. Qarindoshlarga rahmat. Unda bo'lsa qarindoshlar omon bo'linglar. Ota-onanglarga ega chiqinglar. Bo'pti unda bo'lsa, malaningmi vaqt to'shib qoldim, ya keldi narsalar keldi, men chiqib ketay. O'sha